164-savol. 164-savol. Natriy gidroksidi metafosfat kislota bilan reaksiya kirishgan reaksiya tenglamasini yozib olamiz. Natriy gidroksidi metafosfat kislota HPO3. Reaksiyani davom ettiramiz. O'zi bitta vodorodi bor ekan. Natriy PO3 qo'shilgan suv. Reaksiyani tenglashtirib olamiz. 1:1 bo'lar ekanda. Shular reaksiya teng. Koeffitsiyentlar yig'indisi 4 ta bo'ladi. 165-savolga o'tamiz. Natriy gidroksidi sianid kislota. Natijada natriy sianid hosil bo'ladi suv. Bir qo'ysak natriy gidroksidi oldiga ham bir, buni oldiga ham bir. Chap tomonda umumiy vodorodlar soni natriy gidroksidi bitta, bunda bitta jami 2 ta, demak suv oldiga bir qo'ysak vodorodlar tenglashadi. Koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang. Bunda ham 4 ta degan javobni olamiz, C variant. Keyingisi 166. Natriy gidroksidi sianid kislota. Natriy gidroksidi qo'shilgan bu adashdim, sianid emas, organik kislota bo'ladi. Bu ham reaksiya birga bor. Koeffitsiyentlar yalnız 4 ta. 167. Kalsiy gidroksidi xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Kalsiy gidroksidi xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishadi. Kalsiy xlorid plus suv hosil bo'ladi. Xlorid kislota oldig'i 1, kalsiyimiz 2 teskari tashlayapti, mana shunaqa tenglashadi. Kalsiy xlorid oldiga 1 qo'ysak, xlor o'ng tomonda 2 ta bo'lib turibdi, 2 qo'yamiz. Shunda xlorlar tenglashadi. Endi vodorodlarga e'tibor beramiz. Chap tomonda kalsiy gidroksidida 2 ta, xlorid kislotida 2 ta, jami 4 ta vodorod bormi? Demak, suv oldiga 2 qo'ysak reaksiya teng. 167-savolda koeffitsiyentlar yig'indisi. Chap tomon 3, o'ng tomon 3, yig'indisi 6 bo'ladi. A variant. Keyin 168-savol tahlili. 168. Kalsiy gidroksidi nitrat kislota. Kalsiy gidroksidi nitrat kislota. Hosil bo'ladi kalsiy nitrat. Qo'shilgan suv. Bir qo'yamiz, kalsiy gidroksid oldiga ham bir, kalsiylar teng. O'ng tomonda kalsiy nitratda nitrat kislota qoldig'i 2 tami, demak nitrat kislota oldiga 2 qo'yamiz. Vodorodlar soni chap tomonda 4 ta, o'ng tomonda ham 4 ta bo'lish uchun suvni oldiga 2 qo'yib olamiz. Davom ettiring, koeffitsiyentlar yig'indisini toping. 3, 3, 6 bo'ladi. C variant. 169. Kalsiy gidroksidi sulfat kislota. Natijada kalsiy sulfat qo'shilgan suv. Kalsiy ham 2, sulfat kislota qoldig'i ham 2 qisqarib ketadi, hech qanaqa indeks qo'yilmaydi. Shunda reaksiyaga kirishayotgan ikkalasini ham oldiga bir qo'yamiz. Kalsiylar kislota qoldig'i teng. Chap tomonda vodorod 4 ta, o'ng tomonda ham 4 ta bo'lishi uchun suvni oldiga 2 qo'yib qo'yamiz, reaksiya teng. Endi savolni o'qisak, bu ham xuddi shunaqa. To'la neytrallansin, koeffitsiyentlar yig'indisi. Chap tomon 2 ta, o'ng tomon 3. Yig'indisi 5 bo'ladi. D variant. 170-savol tahlili. Kalsiy gidroksidi o'rta fosfat kislota. Kalsiy gidroksidi o'rta fosfat kislota. Kalsiy fosfat. Qo'shilgan suv. O'rta fosfat kislota qoldi 3 valentli, kalsiyimiz 2, teskari tashlab qo'yamiz. 3. Bir qo'ysak, kalsiy o'ng tomonda 3 ta, chap tomonda ham 3 ta bo'lishi uchun qo'yib olamiz.
o'ng tomonda o'rta fosfat kislota qoldig'i 2 tami, demak o'rta fosfat kislotadan oldik 2 qo'yamiz. Shunda endi vodorod bo'yicha ketamiz. Chap tomonda kalsiy gidroksidi 3 kere 2 6 ta, 2 kere 3 6 ta, 12 ta bor ekan. Demak suvni oldiga 6 qo'yamiz. 6 kere 2 12 bo'ladi. Reaksiya teng bo'ladi. Koeffitsiyentlar yig'indisi chap tomon 5 ta, 5 ta, 1 ni qo'shamiz. 6 ta, 12 ta bo'lyapti. B variant. 170-savolda.